Assalamualaikum Şarkı Türkistanlıq qarindaşlar. Şarkı Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramımızını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Şarkı Türkistan sürgündü hökuməti Ukraynanın müstəqillik gününü təbrikledi. Atalmış Şinjan İşləpçiqilish quruluş ətirdə Xitayning Uyg'urlarni bostirishidagi asosliq quroli. Etnik və dini erkinlik komiteti Xitayning Şarkı Türkistandagi Uyg'ur və başqa Türkiya xalqlariga yurgizayotgan majburiy əmgak qilmishining e'tirof qilinganligini olqishladi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Ukraynanın müstəqilligini təbrikləyib, Şərq Türkistan və onun xalqıga vakalatan Ukrayna və onun xalqının müstəqilliginin 31 illigini təbrikləyimiz. Biz ularning erkinligi və müstəqilligini qoğdaş üçün elib beriyotgan kurashini qo'llaymiz dedi. Atalmış Şinjan İşləpçiqilish quruluş ətirdə Xitayning Uyg'urlarni bostirishidagi asosliq quroli. Zimiston qish to'rining 23 avgustdagi xabariga qaraganda, yangi tadqiqot Atalmış Şinjandagi Uyg'ur qatorliq Turkiya xalqlarini bostirishning Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdə tarafidan loyihalanganligi va yetaklanganligining isbotini o'ttirg'a qo'ydi. Sheffield Hallam Universiteti Helena Kennedy Xalqaro adliya markazidagi akademiklarning dokladida aytilishicha, Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdə aslida 70 yil ilgari chegara qo'g'dash uchun qurilgan. Vaqtning o'tishiga ergishib, favqulodda terrorlik va zulm vaziyati yaratgan. Beijing boshqaradigan, ammo yerlik yo'lga qo'ygan qarmog'idagi bevosita va vositalik korxona o'rinlar 862 mingdan oshadigan necha milliard dollarlik mulki, harbiy kuchi, axborot to'ri, universitetlari va turmalari bo'lgan ishlab-chiqarish va qurilish atrofida kishilarning nomahram yerlarigacha kuzatchilik qiladigan bir o'ringa aylangan. Aslida dehqonchilik va qurilishni asos qilgan bo'lib, hozir energiya, kanchilik, ximiyalik buyumlar, neft va tabiiy gaz, ashyo obroti, kiyim-kechak, elektronlik mahsulot, üzüm harqi, yemeklik pishiqlab ishlash, sug'urta, sayohat va boshqa nurg'un sohalarda tijorat qiladi. Turmalarni boshqaradi, yer taqsimlaydi va yer oladi. Xitoyning ichkari o'lkalarga yuz minglagan xitoylarni safarbar qilib, Sharq Turkistonga o'ltiraqlashtirdi va ular uchun shahar muhiti hozirlaydi. Uyg'urlarning yerlarini tortib oladi, ularni o'z yurtlarida xonavayron qilib, ojizlashtiradi. İşləpçiqilish va qurilish ətirdə atalmış qayta tərbiyələş mərkəzləri və məcburi əmgək proqramlarını keng turda yo'lga qo'yish va boshqarish bilan ayblangan. Rayondagi barliq korxona va mablag' selish turlari hukumatning Uyg'ur xalqini o'zgartirish va atalmış tarbiyalash, ularni yo'tkash, majburiy əmgakka selishni korxona mas'uliyatining bir qismi sifatida qabul qilgan. Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdining rayonda faoliyat qilayotgan barliq o'rinlarning Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlariga qaratilgan bostirishda muhim rol o'ynash majburiyati bor. Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdining mahsulotlari dunyoning har qaysi joylaridagi savdoni bulg'aydi. Xalqaro kishilik huquq va zamonaviy qulluq professori Laura Murphy Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdining asosliq maqsadi Uyg'ur xalqining madaniyatini tamoman yo'qotish, ularni tarqoqlashtirib, eng oxirida parchalash dedi. Siyosiy soha va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Xitoyga qarshi parlamentlar aro ittifoqining 20 birlashma raisi Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdining mas'uliyatini surishtirish. Ko'p qism payni Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdi egallaydigan 2873 shirkatga qarta eksport kontrolligi yo'lga qo'yish, ishlab-chiqarish qurilish ətirdining mahsulotlarini import qilishni cheklashni talab qildi. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytirib, Atalmış Şinjan İşləpçiqilish va qurilish ətirdi 1954-yili Sharq Turkistonni mustamlika qilish va farqli fikr egalarini bostirish uchun qurilgan 3.500.000 nafar Xitoyning yerim askariy kuchi, Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan irqiy qirg'inchilik siyosatining ijro qiluvchisi dedi. Etnik va diniy erkinlik komiteti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy millatlarga yurgizayotgan majburiy əmgak selish qilmishining e'tirof qilinganligini olqishladi. Baptist axborotining 23 avgust kunidagi xabarida aytilishicha, Janubiy Baptist etnik va diniy erkinlik komiteti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta yurgizayotgan majburiy əmgak selish siyosatini ayblagan zamonaviy qulluq shakli nomli dokladini qizg'in olqishladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hozirgi zamon qulluq shakli to'g'risidagi alohida dokladchisi Tumuyo Obokata Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan majburiy əmgak selish qilmishini insoniyatga qarshi jinoyat dedi. Etnik va diniy erkinlik komitetining muvaqqat raisi Brent Liderwold Obokataning Atalmış Şinjandagi majburiy əmgak selishga munosabatli tadqiqotini dunyoning diqqatini talab qiladigan muhim taraqqiyot deb tasvirladi.
Liderwood Batist axbaratıga bergan yazma bahasida Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqini sistemni xo'rlaganligi va qul qilayotganligiga bo'lgan gumonini yo'qotish kerak. Dokladning mustaqillik xarakteri 2021-yildagi qarorning ma'qullanishidan o'tgan SBS xabarchilari xabar qilgan Xitoyning vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb belgi qo'yishning tamoman to'g'ri ekanligini isbotladi dedi. Obokataning Xitoyning majburiy emgakka selishi to'g'risidagi tadqiqoti dunyo miqyosida milliy, diniy va etnik millatlar to'piga qarta ilib berilgan majburiy emgakka selish to'g'risidagi 20 betlik dokladni ko'rsatgan bo'lib, bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 12 sentabr kuni boshlanadigan kelarki qitimliq yig'iniga tayyorlangan. Ammo Obokata 16 avgust Twitterda tarqatadiganligini e'lon qilgan. Doklad Xitoy hukumati amaliyleştirayotgan ikki emgak sistemasini o'ttirg'a qo'ydi. Biri Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini qalaymqon tutqun qilib, lagerlarga qamab, majburiy emgakka selayotgan kasbiy mahorat ma'arifi va tarbiyalash markazi sistemasi. Yana biri emgak kuchlarini yo'tkash orqali nomrodlikni tugutish sistemasi. Etnik va diniy erkinlik komiteti Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarta yurgizayotgan vahshiyligiga taqobil turish uchun Amerikaning bu vaqtdagi siyosatini qo'llanishni talab qildi. Agar vatan xatar ichida bo'lsa, hamma narsa vatanni qutqizishga bag'ishlanadi. Biz irqdoshlarimizning davlatida yoki boshqa har qanday bir davlatda hayot kechirayotgan bo'lsakmi, yanala musofir. Biz xotirjam yashayapmiz deb har qancha ko'nglimizni payplashga urinsakmi, o'ylanib baqsak biz yanala g'arib. Allah oldidagi mas'uliyatimizni, o'tashga tegishlik majburiyatimizni demagandimi, ko'zga ko'ringan, ko'ngilga ayon musha oddiy taraflar har qanday narsadan voz kechib, vatan uchun otlanishni talab qiladi. Irqdoshlarimizmi, din qarindoshlarimizmi bizning o'z ona vatanimizda makonlashib yashashimizni xohlaydi. Biz chorasiz qolganda rozilik ko'rsatdi. Ba'zilari qarshi turdi. Biz yanala yot. Vatan uchun fidokorlik ko'rsatilmagan xalq hech bir yerda xo'sh qarshi elinmaydi. Bunun sebebi özümüzdeki gurursuzluk, vicdansızlık, uğurluqdan ibaret. Şarkı Türkistan'dan başqa devlet bizning ana vatanimiz emas. Xalqi bilan bo'lgan irqdoshlik munosabatidan foydalanib, biz o'zimiz turayotgan davlatni ana vatanimiz deb maydonlarda baqirsak, bu xushamatchilikdan boshqa narsa emas. Bu xushamatchilikdan bizning qaddimiz ruslanmaydi. Aksicha o'zimizni tushirib olamiz. Mayli qaysi davlatda yashayli, bizning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz vatanimizning mustaqillik uchun kurash qilishdan iborat bo'lishi kerak. Undaq bo'lmay, Xitoyga bog'lanib, Xitoydan demokratiya, hurlik talab qilsak, davlatchilik huquqiga ega bo'lgan, vatan uchun o'lishga tayyor mustaqil davlat xalqi past nazar bilan qarab kuladi xolos. Bizning putqulimizni, fikr qilish huquqimizni erkin dunyoda hech kim bo'g'ib qo'ymadi. Manfaatdan, arzimas huquqdan voz kecholmaslik yoki ro'yimizga o'rnab ketgan qo'rqish bizni vatanning mustaqilligi uchun jon-dil bilan kurash qilishdan tormozlab qo'ydi. Ba'zilar vatanning mustaqilligi uchun kurash qilishga sharoit bermaydi deyishi mumkin. Bizga hech kim sharoit yaratib bermaydi. Haqiqiy niyatimiz bilan Allohga tavakkul qilib, o'zimiz yo'lga chiqamiz. Zo'riymiz. Bizning irodamiz, bo'shashmay olg'a qarab menishimiz bizni natijaga boshlaydi. Sharoit yer bermaydi deb o'tirish yoki insonlikdan nisbati yo'q zolim Xitoydan demokratiya talab qilish bizga hech nima ato qilmaydi. Dunyodan yo'qolib ketishga rizolik ko'rsatishdan boshqa narsa emas. Barliq umidlar tugagan, askar yo'q, pul yo'q, dushman har tarafni qo'rshovga olgan ahvol ostida Mustafa Kemal Atatürk armiyanimi qurg'uli bo'ladi, pulni tepiladi, g'alaba qozoniladi deb mustaqillik harakatini boshlatib, yoki o'lim yoki mustaqillik dedi. Bir necha yil ichida Turkiya Cumhuriyatini e'lon qildi. Ularni muvaffaqiyatga erishtirgan narsa ishonch, iroda, bosh egmas ruhdan boshqa narsa emas edi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.